Bugungi hayotimizni jamoat transportisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har kuni minglab odamlar avtobus, metro va marshrutkalardan foydalanishadi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Xo'sh, bugun jamoat transportlari odamlarning talabiga javob beryaptimi? Bugun aynan mana shu savol bilan odamlarga mikrofon tutamiz. Jamoat transportlari juda ham ko'p tirbandlik. Ba'zi odamlar chiqquncha, kirguncha bir-birini mensitishmaydi, bir-birini hurmat qilishmaydi, to'g'ri. Har doim vaqtida yetib kelmaydi. Chunki ko'p tirbandlik bo'lyapti shu kunlarda. Ertalab o'qishga ketayotgan vaqtda 7 dan 8 gacha juda ham qattiq tirbandlik bo'lyapti metroda. Shu sabab 20 minut, 30 minut ba'zida qolib ketyapmiz. Ko'p hollarda tirbandlik yuzaga kelyapti. Qoidabuzarliklar ham o'ziga yarasha. Xudo xolasa 5 yil ichida bu narsalar avtomatik yo'qoladi deb o'ylayman, chunki pravaga ham o'qitish tartiblari kuchli, imtihonlarga bo'lgan talablar kuchli bo'lyapti. O'zim hozir o'qiyapman, mana xudo xolasa noyabr oxirlariga tugaydi, imtihonlarimiz bo'ladi. Voy, o'zbekchada qiyin-da. The public transport is so crowded. The people are so like distractive, you know. They do not care about the other people. They talk on the phone like too loud. They do not care. I think this main problem was in public transportation, especially in the transport like bus, and the underground one is like people too crowded, too much. You know, they have to make more of it. Tirbandlik nihoyatda katta. Biz bozorda ishlaymiz. Bozorda qaytishda ayniqsa o'ta katta tirbandlik. Yo'llar kengroq bo'lganda yana ham yaxshiroq bo'ladi biz uchun. Odam juda ham ko'p. Avtobus intervali qisqarsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Yoshlarni kattalarga joy bermasligi muammo. Qilishlar bo'ladi. O'zbekistonda aholisi deyarli ko'p. Shunga nisbatan qarab olsak, bu narsa doimiy bo'ladigan voqea. Odamlarga tikka turib tiqilinch bo'lib ketadi-yu har kuni. O'shanda qiyin yurganda avtobusda qiyinroq ushlab olmasangiz yiqilib ketasiz. Jamoat transportlarini yana ham yaxshilash uchun qanday takliflaringiz bor? Jamoat transportlarini ko'paytirish kerak, men o'ylashimcha. Va ko'proq qoida bo'yicha yurishsa, avtobuslarda ham uncha tirbandlik bo'lishmaydi. Ko'p avtobus haydovchilari qoida bo'yicha yurmaydi va juda qo'pol haydashadi. Yo'llar kengroq bo'lsa yanada yaxshiroq bo'ladi. Ko'paytirish kerak bo'ladi. Sizchi? Shu ko'paytirish kerak. Making more of it. Maybe we can bring more badly in here, making more eco-friendly, you know. So also about the underground one, we can make more of it. So that's the main thing, I guess, from my perspective. So I was kind of rushing, so that did not come in my mind. Takliflarim shu avtobusda ko'payishida. Mashinalar Toshkentda ko'p bo'lganiga vaqtida yetib bora olmayapmiz. 1 soatlik yo'lga masalan 1,5 soatda yetib boryapmiz. Ayniqsa ertalablari shunaqa bo'lyapti. Bir taraf qarasangiz bo'sh, bir taraf qarasangiz shaharga kirish to'la shunaqa vaziyatlar. Shu reversiv harakat mana biz o'qiyapmiz, o'rganyapmiz. Juda ham qulay narsa. Sirdaryoda qanaqa jamoat transportlari? Shu taksilar bor, nimalar bor. Bizda Yandex bor yo'qligini bilmayman, avtobuslar bor. Vaqtida keladimi avtobuslar? Vaqtida keladi, vaqtida xizmat ko'rsatadi, manzilimizga vaqtida olib borishadi. Poyezdlar sonini yana ham ko'paytirsak, shunda tirbandliklar ancha kamaygan bo'lardi. Pulli yo'llarni balkim yo'lga qo'yib, narxini ham xalqga hamyonbop qilib qo'yishganda menimcha ancha zo'r bo'lar edi.